Klassika deganda ko'pchilik klassikani tushunadi. Biz 5000 so'mga klassik hot-dogni tushunamiz. Agar bunga to'ymayman desalang, yopilgan nonga tayyorlangani bor. 7000 so'm. Red 48 49 50. Narxi 50 sm. 4 ta sosiskasi bo'ladi. Narxi 19000. To'g'ri eshitdingiz, 19000. Narzoncha narsalar ko'rsatyapsan. Boyakalaringdan bor deganlarga mana 50 sm mesnoy asarti bo'ladi. Kotleti bo'ladi, shashligi bo'ladi. 3 ta sosiskasi bo'ladi, indeykalari bo'ladi. 46000 so'm. 2 kishi ham to'yadi, 3 kishi ham to'yadi. Kelaverasizlar. Agar siz 3 kishi kelsangiz, mana shu setimiz 66000. Demak 22000 dan aylanadi. O'tgan safargi videodan keyin nima bo'ldi aka? Portlab ketib qoldi, bomba bo'ldi, realni. Buni klassik hot-dogni nonga tayyorlaysiz. Aka qarang, buni ham set qilamiz. Klassitskiy shashlili misnoy asartini yoniga choylarini qo'yib 35000 qilib berasiz. Sifatiga, ta'miga kafolat berasiz. Kafolat aka. Manzilimiz Talabalar shaharchasiga kelganingda Kamolaxon marketda oldindan kirganda o'ng qo'lda bridge hot-dog. 14 xildan oshiq hot-dog tayyorlanadi. Eng arzoni 5000 dan 30000 so'mgacha donasi. Xizmat olsa joylari, choylari bilan.